Assalomu alaykum. Bizga manaqa avangard degan xolodilnik olib kelishdi. Egasi jalb qiluvdi, bu xolodilnik umuman ishlamayapti deb. Keyin biz buni tekshirib qildik. Tekshirsak, motorda relasi ishlamayapti ekan. Motorda relasini qo'ydik. Qo'ysak, utechka bo'lgan ekan. Keyin egasi bilan gaplashsak, oxirgi paytlari yaxshi sotmay qo'yuvdi dedi. Keyin biz aka unda manaqa ekan deb biz dalniyashani tekshirdik. Tekshirsak utechkasi bor ekan. Mana yerda mana utechka ko'rinyapti. Plastmassadan yorilib chiqqan ekanda. Xo'p, klient bilan biz dogovor qilib netdik. Mayli dedi. Biz keyin полностью tekshirib наружный испаритель qo'ydik. Mana endi испарителimiz qo'yilgani. Mорозилкada suv sovib qatidi, как положено. Испаритель mana plastina turibdi, metallический ashi. Orqada reshetka qo'yiladi, trubalar shunaqa chiqadi. Remont kerak bo'lsa aytaverasizlar. Biz remont shahar bo'yicha qilamiz. Bemalol zam qilib, dogovor qilib